Bugungi kunda prezidentimiz rahnamoligida IT sohasini rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yoshlar uchun IT maktablari, texnoparklar, startap markazlari ochilmoqda. Xorijiy davlatlar bilan hamkorliklar tuzilmoqda. So'z boshida bejizga IT sohasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida to'xtalmadik. Ijod va innovatsiya loyihamizning bugungi qahramoni professional dasturchi bo'lishni o'z yo'liga maqsad qo'ygan yosh havaskor. Keling u bilan yaqindan tanishamiz. Murodil Muzaffarov 17 yoshda va 2 yildan buyon dasturlashni o'rganib kelmoqda. O'zini professional dasturchi sifatida ko'rishni maqsad qilgan. Murodil, aynan IT sohasiga qiziqishingiz qachondan boshlangan? Yoshligimda IT sohasiga qiziqqanman va shu Sezorka o'quv markaziga tashrif buyurdim. Va shu orqali ko'p veb-saytlar, dasturlar yaratishni o'rganib oldim. Hozirda frilanserlik bo'yicha Quark platformasida ham ishlayman. 3-4 oydan beri daromadga chiqqanman. Yoshligimda o'zim ko'proq kompyuter o'yinlariga qiziqqanman. Hozirda men shu Visual Code, Figma platformalarida ko'proq ishlagan sababli hozirda o'yinlar o'ynamayman. Platformalardan daromadga chiqib turishmoqdaman. Dasturlashda ko'p imkoniyatlar bor. Misol uchun, hozirda har xil navbatda turish cheklari bo'ladi. Ularni Python orqali osonlashtirish mumkin. Bu odamlarga katta yordam beradi. Kelajakda aynan professional dasturchi bo'lganingizda qanaqa dastur yaratgan bo'lardingiz? Kartadan pul o'tkazganda hakerlar hujum qilmasligini olish uchun kiberxavfsizlik xodimi bo'lmoqchiman. Murodil, aynan ota-onangiz qanaqa qarashgan kelajakda dasturchilik kasbini tanlashingizga? O'z boshida men doktor bo'lmoqchi edim. Keyin kompyuterga qiziqishim oshdi. Shu sababdan hech qanday cheklov qo'ymadilar. Uydagilarim bu tanlovni qo'llab-quvvatlashdi. Qanday yutuqlarga erishib kelmoqdasiz IT yo'nalishida? IT yo'nalishida men xalqaro sertifikat qo'lga kiritdim va har xil Mimo platformalarida 2-3 xil sertifikatlarni qo'lga kiritib kelmoqdaman. Bu men kelajakimga katta yordam berishiga ishonaman. Dasturlash bugungi kunda talab eng yuqori bo'lgan, tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan biridir. Har bir yozilgan kod bu faqat texnik jarayon emas, balki yangilik yaratish imkoniyati. Mutaxassislarning fikricha, kelajakda raqamli texnologiyalar jamiyatning deyarli barcha sohalariga kirib boradi. Shunday ekan, dasturchilikni o'rganayotgan har bir yosh aslida ertangi kunni qurmoqda. Prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlar juda ham katta. Biz mana faoliyatimiz davomida hozirgi kunda 5000 dan ortiq o'quvchini o'qitdik. Shulardan anchasi davlatimizga IT ekspert, ya'ni bir necha million dollarlar bo'lib ketayotgan frilanserlar orasida bizning o'quvchilarimiz ham bor. Hozirgi kunda mana o'quv markazimizning o'zida ham 700 dan ziyod bola o'qishmoqda. Shulardan 25% o'zi mana hozirgi kunda daromadda. Ya'ni masalan frilansingda yoki masalan qanaqadir daromad, qo'shimcha daromad qilishyapti. Qiziqish juda ham katta, ko'payib boryapti. Mana borgan sari masalan oldingi yillar bilan hozirgi yillarni solishtiradigan bo'lsak, anchagina oshdi. Bilim darajasi ham oshib kelyapti. Biz o'zimizning o'quv dasturlarimizda aynan qo'shimcha qilib, sun'iy intellekt darslari ham qo'shilgan. Oddiygina bir algoritm hayotni osonlashtirishi mumkin. Mobil ilovalar, veb-saytlar, sun'iy intellekt tizimlari, bularning barchasi insoniyatni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Har bir if, har bir else bu nafaqat kod satri, balki hayotiy qarorlarning o'zi kabi. Shuning uchun ham dasturlash tafakkurni o'zgartiruvchi vosita sifatida qaralmoqda. Yoshim umrda men dasturchilikka qiziqqanman 5 yoshligimdan. O'tgan yil noyabrdan beri Sezorka IT o'quv markazida o'qib kelmoqdaman. Ayni paytda backend dasturlash kursida o'qiyapman. Frontend dasturlash kursini o'tgan hafta bitirdim va xalqaro sertifikatga ega bo'ldim. Kelajakda men kiberxavfsizlik xodimi bo'lmoqchiman. MVD, UVDga ishlamoqchiman. Xuddi apamda akademik litseyga topshirib, O'zbekistonni patrioti bo'lib, O'zbekistonni himoya qilmoqchiman. Yoshlar uchun IT sohasi cheksiz imkoniyatlar maydoni. Bugun yaratilgan kichik loyiha ertaga katta startapga, hattoki millionlab odamlar foydalanadigan texnologiyaga aylanishi mumkin. Dasturlash bilan shug'ullanish faqat bilim emas, balki kelajakni yaratish san'atidir.
Hozirgi kunda Sensorika IT o'quv markazida veb dasturlash, kompyuter savodxonligi, 3D modellashtirish va sun'iy intellekt yo'nalishlari bo'yicha juda ham ko'pchilik o'quvchilarimiz natijaga chiqqan. Guruh tartibida va individual tartibda har qanday guruhimizda o'qigan, o'zini ustida ishlagan o'quvchilarimiz hozirgi kunda natijaga chiqishgan, internetda daromad qilishmoqda, frilanserlik orqali Quark platformasida va Telegram orqali ham buyurtmalarni olib bajarishmoqda. Undan tashqari, Mirodil o'quvchimizga o'xshagan o'quvchilarimiz juda ham ko'p. Ular birovlarni mana misol uchun buyurtmalari, saytlar, Telegram botlar, 3D modellarini yaratib berib, yaxshigina daromad qilishmoqda. Undan tashqari, o'quv markazimizda tahsil olgan o'quvchilar chet davlatlarda o'qishini va ishlashini davom ettirishmoqda. Juda ko'pchilik o'quvchilarimiz ishga kirishgan va yaxshi natijalarni ko'rsatishgan. Men ayta olaman bemalol, har qanday o'quvchi o'zini ustida ishlasa, bizning kurslarimiz mukammal darajada tuzilgan, o'rgangan o'quvchilarimiz, o'zini ustida ishlagan o'quvchilarimiz bemalol daromadga chiqa olishadi. Va shu holat mana yillar mobaynida har bitta guruhimizdan demak 70-80% o'quvchilarimiz daromadga chiqib, ishga joylashib kelishmoqda. Texnologiya zamoni bu imkoniyatlar zamoni. O'z qiziqishini yo'qotmaydigan, tinmay izlanuvchi yoshlar ertangi kunning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanadi. Mirodil kabi yoshlarning iste'dodi bizga shuni eslatadi. Kichik bir g'oya, qat'iyat va bilim bilan dunyoni o'zgartirish mumkin.